Bizning asosiy faoliyatimiz biologik moddalarni faollashtirish. Biz O'rta Osiyo uchun yangi bo'lgan mahsulot taklif qilyapmiz. Bu mahsulot oziq-ovqat, farmatsevtika, parfyumeriya, qurilish mahsulotlari, mashinasozlik va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Jahonda ilmiy asoslangan mahsulot va uni sinov bayonnomalari, uni sertifikatlari, mulklar bor. Hop, mana shuni aytmoqchimanki, tadbirkorlarning mahsulotlari qo'shish orqali ularda biz sifat va narx bo'yicha ularga parametrlar bermoqchimiz. Ya'ni biz ularga ushbu mahsulot analogi Germaniyadan yuqori narxlarda kirib keladi. Germaniyadan $50 yuqori yoki Amerika, Rossiyadan kirib keladi bizga $130 Biz buni mahalliy o'zimizning xomashyolardan o'simliklarni chuqur qayta ishlash orqali va ularni hech qanaqa kimyoviy reagentlarsiz mexanik usul bilan o'zgartirish orqali ularni faollashtirdik va haqiqiy o'sha o'zimizga tadbirkorlarning yechimlarini yechadi. U nima qiladi? Masalan, farmatsevtik mahsulotlarda u qon tarkibidagi xolesterinni maksimum eritadi va tozalaydi va qondagi qatni parchalab oshqozon ostida bizda insulin gormon ishlab chiqarishni yaxshilaydi. Va asosiy narsa bu farmatsevtik mahsulotlarni ichakdan 80-90% so'lishini ta'minlab beradi va o'sha farmatsevtik mahsulotlar inson tanasiga ta'sirini yaxshilaydi va asosiy qo'shimcha sifatida ularda sirt tarangligi sinish ko'rsatkichini yaxshilaydi. Kapsulalarda shunday narsa borki, kapsulalar jelatindan tayyorlanadi, ya'ni cho'chqa yog'i va hokazo. Biz shuni kapsulalarni o'sha tabiiy o'sha biz mahsulotdan tayyorlaymiz va diniy qadriyatlarimizga mos narsa taklif qilyapmiz bozor uchun. Xo'p, endi bu narsa oziq-ovqat mahsulotlaridan nima qiladi? Oziq-ovqat mahsulotlarida bu moddamiz xususiyati emulsifikator va stabilizator. Ya'ni emulsiya qiladi va o'ziga saqlaydi, stabil holatda mahsulotlar saqlab beradi. Endi ular mayonezlarga, ketchuplarga, kolbasalarga, sut qatiq mahsulotlariga bemalol qo'shimcha sifatida qo'shish mumkin va ularni supermarketlarda uzoq vaqt strukturasini o'zgarmasdan, cho'kib qolmasdan saqlanib turishini ta'minlaydi. Bu degani oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha juda katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda fast foodlarda tez ayniydigan mahsulotlar bor. Mayonezlar, ketchuplar yoki tort mahsulotlari bo'yicha ular emulsifikator bo'lganligi uchun uzoq vaqt saqlab beradi. Biz buni morojniy mahsulotida qo'shganimizda morojniy nihoyatda silliq va uzoq vaqtgacha erimaydigan holatga o'tkazdi. Yoki o'sha kir yuvish vositalari nihoyatda o'sha qattiq va kirni yaxshi ketkazadigan holatga ketdi. Non mahsulotlari asosiy. Non mahsulotlarini iste'mol qilib endi insonlar non nihoyatda usti chiroyli va uzoq vaqt qotmaydi va bu nonni yegan inson qandli diabet kasalligi va yurak qon tomir tarkibidagi xolesterinni eritadi. Bundan tashqari bizda ko'p hayvon yog'i iste'mol qilinadi aholiyoda. Bu hayvon yog'i endi non orqali butunlay o'sha qon tomir tarkibidagi xolesterinni dori preparatsiz o'sha shu mahsulot orqali biz oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shimcha qo'shish orqali buni amalga oshirishimiz mumkin. Ushbu turdagi mahsulotni hozirgi kunda biz texnologik uskunalar yordamida ishlab chiqarib, tadbirkorlarga keng omada taqdim qilmoqchimiz. Bozor marketing strategiyasi u mahsulotga qo'shilganda tadbirkor ikkita narsaga ega bo'ladi. Birinchisi arzon xomashyo va yuqori sifat. Bu juda katta ko'rsatkich biznesda. Arzon xomashyo qo'llash orqali tadbirkorning foydasi ortadi. Sifatli mahsulot orqali bozorda o'z o'rnini egallashga olib keladi. Bu narsa tadbirkorlar uchun juda ham katta yechim bermoqchimiz. Har bir mahsulotga bu komponentni qo'shish o'ziga xos komponenti bor. Ya'ni ma'lum miqdorda qo'shish 10% dan yoki 15% gacha biz bilan taklif qilamiz tadbirkorning qaysi mahsulotga qarab turib shu mahsulotga qo'shish orqali shuni xususiyatini biz qanaqa darajada o'zgaradi shu mahsulot va uning tan narxi qanchaga tushadi bo'yicha biz bularga servis xizmatini ko'rsatamiz shu mahsulot bo'yicha va buni tadbirkorlarga yetkazib berishimiz mumkin. Butun dunyoda qo'llanilgan asifidida mahsuloti bor. Butun 2,165 million hind iste'mol qiladigan mahsulot tarkibidagi kraxmalni almashtirib bunga asifidida kraxmal qo'shib ko'rdik va buni hozirgi kunda butun restoranlarga o'z tarqatyapmiz. Bu ekzotik taom. Birinchi o'rinda xo'randalar yoqimli taom yeyish xohlaydi. Bizda restoranlar buni olib hozirgi kunda 10 ta restoran bilan shartnoma tuzdik. Ular xo'randalarni jalb qilish uchun albatta ushbu mahsulotni sotib olishadi. Xo'p, qolaversa bizda bundan tashqari o'sha tabiiy o'sha ona sutini ko'paytiruvchi bundan oldindan chiqaradigan laktogen va relavit insonlarda chunki stress holatlarga tushganda stress holatdan insonni chiqaradi, ruhiy, emotsional holatlardan chiqadigan haqiqiy naturalniy o'sha tabiiy mahsulotlar. Tabiiy mahsulotlarni ko'pincha iste'mol qilamiz tibbiyotda shunday narsaki, u inson organizmida so'rilmasdan axlat orqali tashqariga chiqib ketadi va bu narsa ta'sir davrasini kamaytiradi. Biz shu mahsulotlarni, ya'ni siroplarni biz tabletka ko'rinishiga, ya'ni modifin sterch orqali Andijon
tibbiyot davlat instituti va Astanish Medical bilan birgalikda biz ushbu mahsulot orqali buni tabletka ko'rinishiga aylantiramiz. Ya'ni kapsula ko'rinishiga aylantiramiz. U kapsula ko'rinishiga aylantirish uni bozor tendensiyasini o'zgartiradi. Ya'ni qanday? Bozor tendensiyasi siropdan ko'ra kapsulalarni va tabletkalarni aptekalarda sotilish ehtimolligi badlarni kuchayadi. U nafaqat badlarga, instansiyalarga ham qo'shish mumkin. Instansiyalarning ta'sir doirasini oshirib beradi va organizmni faollashtiradi. Buni hammasi hozirgi kunda butun dunyodagi bir necha ilmiy asarlarda tasdiqlangan, xususan Kuzminaning mexanik-ximiya asarida ushbu mahsulotning xuddi shunday xususiyatlarini to'liq ilmiy asoslab berilgan va biz shu xususiyatlar asosida o'rganib, shuni tadbirkorlarga butun yechim bermoqchimiz. Xususan bitta narsani aytishim kerak, bir necha ilmiy tekshirish markazlari bilan hamkorlikda ishlamoqdamiz. Asosan hozirgi kunda ekologik jihatdan aytmoqchiman. Ekologik bizda asosan chiqindilar. Bu mahsulotdan biologik parchalanuvchi idishlar olish mumkin. Hozir O'simliklar kimyosi institutida Islomjon aka bilan birgalikda hamkorlikda ishlayapmiz. Bunda endi idishlar tayyorlanadi. Qoshiqlar, idishlar yoki boshqa idishlar tayyorlanadi. Endi ular chiqindiga chiqqandan keyin u yoqib ekologiyaga isrof yoki u chirimasdan hokazo holat bo'lmaydi-da, ular o'z-o'zidan biologik jihatdan parchalanib yo'qib ketadi. Mana shu modda asosiy xususiyati shu. Bu ekologik jihatdan juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha O'simliklar kimyosi institutida tasdiqlangan, ilmiy asos tasdiqlangan narsani biz tadbirkorlarga ishlab chiqarish orqali shu mahsulotni taqdim qilamiz. Tadbirkor xohlaydi albatta chiqindisiz, yaxshi mahsulotlar, ekologik toza mahsulotlarni olishni xohlaydi. Shunday mahsulotni biz hozirgi kunda taklif qilyapmiz. Ushbu mahsulot hech qanaqa reagentlar, kimyoviy reagentlar qo'shilmagan. Faqat buni uskuna yordamida bosim, temperatura va ultratovush tartibida shalkoterapiya qilgan holatda moddalarni, kimyoviy bog'larni uzilgan va kimyoviy bog'larni uzilgan holatda moddalarni, uxlab yotgan moddalarni biz uyg'otib tashlaganmiz. Endi uyg'ongan moddalar har qanday mahsulot tarkibiga kirganda uni xususiyatini o'zgartira boshlaydi. Bu aytgan narsa go'yoki aniq tuyulishi mumkin, lekin bu ilmiy jihatdan isbotlangan olamshumul voqea. Germaniya, Italiya, Fransiya, Amerika butun dunyoda ushbu mahsulotlar juda ham keng qo'llaniladi. Ularning oziq-ovqat mahsulotlari ayniqsa aytadigan bo'lsak, bizga kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, uni misol uchun korzinkalarda, supermarketlarda saqlayotgan oziq-ovqat mahsulotlar uzoq vaqt o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Buning asosiy sababi shu Modifin Sterch E1400 MX-O2. Biz ko'proq ob'yomda o'sishimiz kerak. Hozir ob'yomda o'sishimiz kerak ekan, bizdagi korxonalardan 10 ta 100 ta balkim ko'proq kerakdir O'zbekistonga. Biz O'zbekiston bozorining marketing tahlili 22 milliard. Shu mahsulotga bo'lgan talab. Hozir bitta oziq-ovqatda o'zi keng soha, farmatsevtika o'zi juda katta soha. Biz nafaqat oziq-ovqat, biz juda ko'p sohada qamrab olyapmiz. Biz shuni ob'yomni ko'proq bozorni egallab olish uchun bizga qo'shimcha o'sha tadbirkorlar bilan hamkorlikda ikki tomonlama manfaatli bo'lgan investitsion loyihalarni amalga oshirishni niyatdamiz.